aniq nishon, mustahkam iroda va g'alabaga bo'lgan cheksiz ishtiyoq. Bugun biz ana shunday ruhdagi sportchilar bilan Samarqandda birgamiz. Vatanparvar tashkilotining respublika terma jamoasi pnevmatik quroldan o'q otish sport turi bo'yicha o'quv yig'in mashg'ulotlarini boshladi. Diqqat! Qanday qilib chempionlar tayyorlanadi? Buni biz hozir sizlar bilan birga ko'ramiz. Mana bugun biz Samarqand viloyatining Vatanparvar tashkiloti texnik amaliy sport turlari markazi qoshida tashkil topgan o'q otish bazasiga yig'ildik. Butun respublikamizning mohir sportchilari, terma jamoa a'zolari bilan hozirgi kunda o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazib kelmoqdamiz. Bu o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazishdan maqsadimiz, oliy maqsadimiz keyingi yillar Olimpiada o'yinlariga dasturiga kiritilgan o'q otish sport turi o'sha olimpiyskiy vid bo'lganligi uchun bizada keyingi yil fevral oyida Osiyo chempionati, Hindiston shahrida Osiyo chempionati musobaqasi bo'lib o'tadi. Keyin martda boshlarida Qozog'iston shahrida xalqaro turnir musobaqalari bo'lib o'tadi. O'shaning uchun Vatanparvar tashkiloti sportchilari bilan biz puxta tayyorgarlik ko'rib, yurtimizni bayrog'ini yana ham yuqori ko'tarish maqsadida yig'in mashg'ulotlarimizni olib bormoqdamiz. Mavsum Nozima Toshkent shahridan keldik. Samarqand shahriga kelishdan maqsadimiz ustozlarimiz bilan yana trenirovka jarayonini kuchaytirib, bundan yuqori natijalarga erishib, kelasi musobaqalarda yaxshi natijalar bilan ortga qaytib ketish niyatimiz.